Qisqasi, hozir avtomat garelkani nima sababdan o'chib qolishini hozir men sizlarga ko'rsatib beramiz. Xo'p, avtomat garelka yonib turibdi. Termostat qizidi, ko'ryapsizlar, play baland yonyapti. Keyin gazni ochdinglar. Gaz ochgandan keyin mana gaz kam, o'sha hamma rajokka bergandan keyin kam yonadi. Suluv yetib bormagandan keyin termo parasiga playni ko'ryapsizlar, zo'rg'a yonib turibdi. Garelka avtomatik o'chib qoladi. Mana o'chdi, ko'rib turibsizlar. Xo'p, avtomat o'chib qolavergandan keyin sizlar nima qilasizlar? Shundoq mana shlankani yechasizlar-da, primoy qilib ulasizlar, to'g'rimi? Mana primoy qilib ulab oldik. Primoy qilib ulab bo'lgandan keyin mana yoqdik. Gaz past yonyapti. Bu holatda biz nima qilamiz? Kranni oxirigacha ochib qo'yamiz. Kranni oxirigacha ochganimizda ham gaz mana shunaqa yonib turibdi, past yonib turibdi. Foydasi yo'q kranni. Davleniya baland kelganda, davleniyani baland qilib yuboring, endi naryoqdan, endi gerpidan baland kelib qoldi. Vang'illab ketadi. Bu holatda suluvni dimoxod tortishga uspet qilmasdan tashqariga urib yuboradi. Mana teshigidan tashqariga urib yuboradi. Tashqariga urib yuborganning hisobiga mana bu plasmas kallasi erib ketishi mumkin. Bu holatda avtomat garelka sotayotgan yo ishlab chiqarayotgan odam erib ketsa bo'yniga olmaydi. Chunki mana bunaqa gaz yongandan keyin luboy erib ketadi. Buni yo'li bor. Buni yo'li mana garelka yonib turibdi, mana bu oxirida turibdi. Endi buni kamaytirasiz. Kamayyapti, endi sal ko'paytiring. Bo'ldi, stop. Ko'rdinglar? Kamaytirib, ozgina ko'paytirganingizdan keyin standart yonishni boshladi. Undan yog'iga baland qilsanglar ham mashq holatda yonadi. Keyin mashq holatda qoldirsanglar, glavniydan baland qilsangiz, eng glavniydan baland qiling. Glavniydan oxirigacha ochganingizda ham ko'rdinglarmi? Vang'illab yonmaydi, sal normalniroq yonadi. Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Gaz kranni oxirigacha ochib qo'ymanglar. O'sha oxirdan sal mundoqroq qilib ochib qo'ysanglar, normal holatda yonadi. Qisqasi, avtomat garelkaga yo'q bo'lmasa, uyingizga ziyon yetmaydi. Bu video yoqqan bo'lsa, mana shu insonga bitta like bosib qo'yasizlar. Chunki mana shu odam meni chaqirdi, mana shu videoni olaylik, odamlarga tushuntiraylik degan maqsadda. Chunki ko'plab avtomat garelkalar mana shunaqa erib ketish, miyasi erib ketish natijasida qaytib kelyapti. Mana shu narsani insonlarga tushuntiraylik dedilar. Mana shu kontent foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like va podpiska esdan chiqmasin. Buni avtomat garelka qo'ygan do'stinglarga jo'natib qo'yasizlar.